Hammaga salom do'stlar. Sizlarga rahmat. Bittagina qoldi 30 ta bo'lishimizga. Shuning uchun biz yangi video qo'ydik. Mana bugun Minecraftda survivalda o'zimiz kuchayamiz. Survivaldan kuchayamiz. Ko'ramiz. Mana do'stlar, hozir biz daraxt virusdagi esa bo'ldik va daraxt chopdik. Endi bizga bolta kerak bo'ladi. Boltani virusdan yasaymiz. Virusdan birinchi cho'p yasaymiz. 4 ta cho'p va bolta kerak bo'ladi bizga. Va bu yerdan taxta ham yasab olamiz. Mana 51 ta taxta yasamdi. Endi bizga cho'p yasaymiz o'zimizga. Mana yetadi. Endi virusdagi qo'limizga olib olamiz. Endi biz o'zimizga qilich yasashimiz kerak. Virusdagi qo'yamiz. Qilich yasaymiz. Yaxshi qilich ham yasab oldik. Endi bizga nima kerak? Mana shu yerga tushamizda ko'mir topib olamiz. Tosh, ko'mir qidiramiz. Bizga lopatka kerak. Lopatka bizga kirka kerak va lopatka kerak. Endi buni o'zimizga chopib olamiz. Mana versakni ham oldik. Kirka bilan endi hamma joyda chopimizda tosh yog'amiz. Ikkita tosh yig'dik. Toshdan biz o'zimizga pech yasaymiz. Va toshli narsalar ham quramiz. Va bizga ko'mir kerak. Ko'mirdan biz fakil yasaymiz. Ko'mir qidiramiz. Bu yoq qorong'u, bu yoqqa tushmaymiz. Yangi narsalarni qidiramiz. O'n 15 ta tosh yig'dik. Toshli kirka yasaymiz, chunki bizga toshli kirka juda kerak. Ko'mir yig'ishimiz uchun ham. Bu yoqqa tushmay turamiz. Tosh va kirka singanicha toshamiz. Bizga yeyishga biror narsa ham kerak. Zombini ovozini sizlar ham eshitdilaringmi? O'zimizga zombi kelyapti cho'g'i. Qayerdandir ko'mir topdik do'stlar. Va nihoyat orzuyimizga erishdik. Ko'mir topdik.
qolgan ko'mirlar olish uchun tepaga chiqishimiz kerak. Yo'q do'stlar, tushib ketadi. Tepaga chiqib olamiz. U ko'mirlarga bora olmay ekanmiz. Yana bir tepaga chiqib qidiraylik, ko'mir bo'lishi kerak. Yo'q, faqat o'sha yerda ko'mir bor ekan do'stlar. Tosh qaziylik. Ketamiz bilan boshqa joyga boramiz. Kirkamiz sinishiga ham kam qoldi. Oxirgi tosh sinadi. Kirkamiz sindi do'stlar, endi bu yerdan ketamiz. Lapatga kerak bo'ladi, bizga ketishimizga yordam beradi. Lapatga bizga yordam beradi. Kirka kerak bo'lyapti do'stlar, bu yoqdan emas, bu yoqdan chiqamiz. Mana bu yoqdan chiqamiz. Mana chiqib qoldik do'stlar. Chiqib oldik do'stlar. Mana endi biz o'zimizga uy qurishimiz kerak. Buning uchun bizga ko'proq taxta kerak. Taxtadan biz eshik yasaymiz va devorlarni uramiz. Birinchi yog'ochni taxtaga aylantirib olamiz. Va bizga qo'y kerak bo'ladi, chunki qo'y bilan biz yotoq yasashimiz mumkin. Qo'ysiz yasay olmaymiz. Hello, biz sigir bolasini topib oldik. Endi buni o'ldiramiz. Sigir bolasini mana tovuq topdik. Go'sht berdi, go'shtni pishiramiz. Cho'chqani ham o'ldirib, cho'chqani go'sht qilamiz. Mana go'sht berdi. Endi bizga qo'y kerak, qo'y qidirishimiz kerak. Helo qo'yni juda tez topdik. Biz chiqishimiz kerak. Qo'yni junidan ham topdik. Endi yana bitta qo'y kerak, chunki bizga ikkita qo'y kerak. Ikkita qo'y bilan biz yotoq yasay olamiz. Mana lekin qo'yni ham tezda topib oldik. Ikkita qo'y bor ekan do'stlar. Mana kech ham chiqib oldi. Endi o'zimizning uyimizni qurishni boshlashimiz kerak. Birinchi taxta yasab olamiz.
olmadi. Mana bunaqa taxtadan ham qurib olamiz. Yo'q, bizga yotoq yasashimiz kerak bo'ladi. Yotoqqa nimalar kerak? Taxtadan yo'q. Yotoq qanday yasalishini o'rgatinglar do'stlar. Bo'lmasam taxtadan quramiz do'stlar. Endi biz pech nima yasashimiz kerak? Pechga yasashimiz kerak. Verstak qo'yamiz. Bu pechga yasaymiz. Bitta pechga qo'ydik. Bitta pechgani birga qo'yamiz. Va bu yerga fakil yasay olganmiz do'stlar. Fakil yasay olganmiz. Bitta 4 ta fakil yasay olganmiz do'stlar. O'zimizning atrofimizda fakil bilan o'raymiz. Endi esa pechkaga nimani yondirishimiz? Bizga yana ko'mir kerak. Voy, zombi keldi do'stlar. Do'stlar, yordam kerak, bizga qo'shishimiz kerak. Bizni zombi quvib yuribdi. Yotoq yasashimiz kerak. Voy do'stlar, bizni zombi o'ldirdi. Biz qayerda paydo bo'ldik? Do'stlar, shuncha yig'gan narsamiz. Do'stlar, u narsalarimizni topib sizga videoni qo'yaman. O videoni to'lig'ini ko'rish uchun Telegram kanalimga va YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar do'stlar. Aytgancha sizlarga juda kattakon rahmat. 29 ta obunachi yig'ib berdinglar. Buni endi 40 ta yig'ishimiz kerak obunachi va yangi videolarni PUBG haqida, DLC haqida, Roblox haqida yangi videolar ko'ramiz. Hayla o'zimizning bazamizni ham topib oldik do'stlar. Hozir boramiz, yo'tamiz. O'sha yerga borib videoni tugatamiz do'stlar. Bu yerni do'stlar zombi bosdi. Biz o'lgan joyni topolmayman do'stlar. Do'stlar, bizni kamonchi sog' bo'linglar do'stlar, videoni tugatamiz joyini.